Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar men sport жаңалыктары videoni bostamaz turib arnaga tirkelamiz, videoga like bosamiz, kommentariy yozamiz do'stlar. So'g'is bo'ladi. Jenimpaz bokschi Alimxan Ulumen jekpejek oldindan xeyterlarga javob berdi. Anuel Nigamisning qozog'istonlik Janibek Alimxan Ulumen jekpejek dayindalib жатқан jengilmagan fransuz bokschisi xeyterlarga javob berdi deb xabarlaydi. Portal jurnalistlari sportchidan adamlar Hol turali bu kim deb yozganida, "Ol qalay senedi" deb so'radi. Sen turali angimeleskende baribir жақсы. 5-savrda olar mening kim ekenimni biletim bo'ladi. Жағымсыз fikrlaringning barlig'i meni hodanda intalantiradi. Men olarga javob beraman. 5-savrda sizlar barin o'z ko'zlaringiz bilan ko'rasizlar deb va'da berdi Nigamesing. Fransuz bokschisi sondayoq jekpejekdan qiyin bo'latini mo'ynatdi. Biroq bu uni qo'rqitmaydi. Men favorit emasman. Buni bari biladi, biroq boksda kez kelgan narsa bo'lishi mumkin. Men qalay ko'risu kerak ekanini bilaman. Men barliq strategiyani ayta olmayman, biroq bilaman. Bu shayqasda men syurpriz siylayman. Mening o'yimcha so'g'is bo'ladi. Ikkovimizdan birimiz qulab tushamiz deb ma'lum dedi bokschi. Eslaringizga solib ketaylik, Alimxan Ulumen Nigamesing 5-savrda ringga kezdesedi. Jekpejek Astonadagi Bars Arena muz sarayida o'tadi. Bugan deyin xabarlaganday Nigamesing so'nggi jekpejegin 2024-yilning mavsumida o'tkazdi. 3-raundda Sandro Jajanizni texnikalik nokaut bilan yendi. Uning yesebini 14 jenis, 9 nokaut bilan yana birdan-bir jengilsiz. Qozoq stil deb ataladigan Alimxan Ulu so'nggi 4-qazonda Avstraliyaning Sidney qalasida ringga chiqdi. Sol jekpejekda Hol Yangi Zelandiyalik Andrey Mikhaylovichni texnikalik nokaut bilan yengib, o'zining chempionligi titulini qo'rg'adi. Ayta ketaylik, Janibek Alimxan Ulu WBO және IBF belbevlari iyesi. Ol 2024-yili tek bir ret qo'rg'adi. Sizlar men sport жаңалыктары bo'ldi. Arnaga tirkelib, videoga like bosishni unutmangizlar do'stlar. Kim jengadi deb o'ylaysizlar? O'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringizlar.